Yaxshimisiz opagina? Charchamayapsizmi? Kayfiyatlaringiz qalay? Yaxshi, rahmat. Qachon keluvdingiz? Nima muammo bilan keluvdingiz? Qayerdan keldingiz? Qashqadaryodan keldim. Mhm. Shu ko'krak bezim animdan keldim. Yaxshi. Mana 13 kun bo'ldi bugun kelganimga. O'zgarish bormi? Ancha yaxshiman. Ha, Aylanay. Ularni har bir shirin so'zi bizga malham bo'layotibdi. Juda muomalalari ham yaxshi, dorilari ham vaqtida ichib, pitaniyalari ham yaxshi. Qayerdan ko'rib keldingiz? Biz internetda ko'rdingiz? Instagramdan xo'jayinim qidirib Ha, topib jo'natdilar. Toshkentga bordik, operatsiya qildiramiz dedik. Keyin ana dedilar. Ximyo olib qo'ymadingizmi? Yo'q, hech narsa qildirmadim. Nima bo'lsa yaxshi. Hozir dorilaringizni ichyapsizmi? Ha, bumi? Qalay? Shunchami sizniki? Ha, hammasi. Hammasi sizniki? Yo'q. Ha, boyag'i. Chegara qilib qo'y. Ha, yaxshi. Mana hammasi. Tahirlar, dorini tahirligi, achchiqligi Achchig'i endi shifo bo'lib kirsin deb shifo ichyapmiz. shirin bo'ladi achchiq dorilar. O'shaning uchun shifo bo'lib oxirigacha ichish kerak, ixlos bilan ichish kerak. ixlos qilyapti, ichib sheracha keldik endi. Ha, bu batta. O'tiring. Ha, mana sizdan oldin yotib chiqqanlar bilan ham gaplashdingizmi? Natija bu, hammasi yaxshi Hammasi bo'lib ketganlar ham bu. Ha. Ishonchingiz ortdimi keyin? Ha, endi avvalo Xudo bular bir sababchida endi. Albatta. Alloh qo'ylar hamma narsa endi bolam. Necha kun yotarkansiz? Hol 2-10 kunlikni boshladim endi. Kecha Yulduz opaga kirdim. Ichuvering qani dedilar. Nasib endi yaxshi bo'lguncha yotamiz deb turibmiz. Albatta endi do'postingiz ko'ramiz-da, baribir natija o'zgarishini kirishimiz kerak-ku. Agar Xudo xolasa o'zgarish bo'lib, orqaga misol uchun so'rilibmi yoki butkul yo'qoladigan bo'lsa, bu biz yutug'imiz, sizni ham yutug'ingiz. Endi misol uchun vrachga siz yordam berishingiz kerak. Qanaqa? Siqilmasdan, xursand bo'lib, kayfiyatingiz ko'tarilib yursangiz. Anonsi ham bizlar uchun muhimda. Albatta. Uydagilar, xo'jayinimga rahmat, ballalarimga rahmat. Mana shunchalik mana shu yerga olib kelib ana qilib yuttirish, motivatsiya berib yuttirishibdi-da. Albatta, bu vrachlar mana hamshiralarimiz o'zi ham motivatorda. Hamshiralarniki endi 2 barobar juda yaxshi, mehrli, oqibatli hammasi. Juda ham yaxshi. Aylanishlarga chiqyapsizlarmi? Ha. Olib chiqyapmi sayohatlarga? Ha, sayohatlarga borib kelamiz. Mana podarkalar berishsiz saylga. Aytishdi blenderdan olibsizlar hammani. Blenderlar berishdi. Rahmat shular. Martabalari ulug' bo'lsin bundan ham. Doim el xizmatidan charchashmasin, el nazaridan qolishmasin. Bu qarang, onam videoda olishimizdan maqsad mana sizga o'xshagan muammoda yurgan ayollar borda. Qayerga borishni bilmaydi, nima ichishni bilmaydi. Misol uchun, siz ham endi xo'jayiningiz topgani uchun topib keldingiz. Ko'rmaganingizda yuraverardingiz siz ham misol uchun. Shunaqa qidirib yurganlarga nima deya olasiz? Mana keldingiz, ko'rdingiz o'zingiz sharoitni, vaziyatni, holatni. Mana hammalaringiz mana kelinglar dedim. Endi nima desam endi yaxshi. Oldin misol uchun hozir demoqchimanki, mana 10 kun oldin, mana 10 kun oldin og'riq bormidi? Ha, og'riq. Hozir yo'qmi? Yo'q. Ana o'shani aytaman-da, mana bemalol kelsa bo'lar ekanmi? Bemalol kelib, yotib, davolanib, bemalol ketaversa bo'ladi. Ishonchim komilda. Endi mana o'zim guvoh bo'ldim. Yashang. Endi mana biz hozir hamma bu yerda o'tirgan bemorlardan oldik. O'zlari chaqirib, biz beraylik turib, biz mana natija ko'rdik degani uchun endi biz ham xursandligimizdan hozir xalqimizdan duo olyapmiz. Mana siz ham haqqingizga duo so'raymiz. Xalqimiz duogo'y bilasiz, musulmonmiz, ko'pchilik duosi ijobat deydi. Xudo xolasa duolar ijobat bo'lib ko'rmagandek bo'lib keting. Tez orada farzandlaringiz, oilangiz baxtiga xursand, shod holatda borishingiz nasib qilsin. Ko'rayotganlar ilohim, onamizga ham haqiqiy bir duo qilib qo'ysanglar, xursand bo'lardik. Sababi umid bilan shu yerda yotibdilar. Mana vrachlarimiz, medsestralarimiz qarab, yaxshi kayfiyat ulashib, sayohatlarga olib chiqib, mana boshidagi holatdan ko'ra hozir 10 kun ichida holatlar yaxshi ekan, natija zo'r ekan. Shuning uchun juda ham yaxshi natija berdi. Men shulardan xursandman, minnatdorman. Doim el xizmatidan charchashmasin. Bitta savol. Mana hozir eshikdan men to'g'ri bostirib kirdim, sizga yo gap o'rgatdimmi, bunaqa deb beraymi, bunaqa deb beraymi? Yo'q, unday. O'zingiz beryapsiz, to'g'rimi? Chunki haligi bir xilgilar o'zi o'rgatib qo'yganda gap. Yo'q. Xo'janimga aytadimda, darasi shu yaxshi bo'lsam Instagramga chiqib intervyu beraman desam, "Ha, yaxshi bo'lsang bo'ldi" deyildi. Aynan mana beryapsiz Instagramga, YouTube'ga beryapsiz, xudo xolasa. Joylaymiz. Sizga o'xshaganlar sizni ko'rib turib, agar sog'ayib ketsa kelib, siz ham savobga sherik bo'lasiz. Kelishdingmi? Nasib. Ilohim ko'rmagandek bo'lib keting, shifo berayotgan rost bo'lsin. Tez kunda ko'rishamiz, dorilarni bitta ko'rsatib qo'yamiz.
Xo'p. Mana o'sha ko'krak saratoni limfa tugulariga bu endi yallig'lanishlarga-da, o'sha o'simtalarga, yallig'lanishlarga. общий organizmlar uchun kompleks lechение olayotganlar ular. Xo'p, bez kasalliklar bu jigar, tozalash qon. holatlari, pankreatit, oshqozondagi muammolar, gastrit deyiladi. Va pochka muammolari uchun keyingi qismlarda Ha. Tomoq, zo'b. zo'b. Yaxshi. Yaxshi dorilar ichyapsiz ekan, ona? Ko'z tegmasin. ancha yaxshi. Ha, shu ko'krak saratoni qanaqasi? Общий bu anaqa turlarida, onkologiya turlarida. Zo'b. Endi biz buni ko'rsatishimiz sababi ona bu yerdagi giyohlarni ko'pi misol uchun O'zbekistonda yo'q-da, chet eldan olib keltirishadi. Chunki inson salomatligiga kerak bo'lganligi uchun u Arabiston, Germaniya, Angliyaning tog'larida o'sadigan giyohlarni olib kelishadi va o'sha jamlanib hammalari tayyorlanadi. Shuning uchun yerdan chiqqan giyohlar, Alloh tomonidan inom etilgan giyohlardan Xudo xolasa juda ko'pchilik inson shifo topib ketyapti, topadi ham, topsin ham. Ilohim biz shuni tarafdorimiz. Shular qatorida sizga ham bersin. Xudo xolasa ko'rib turganlardan mana duo so'raydi, haqqingizga duo qilib qo'ysa, tuzalib ketsangiz, biz ham shu savobga, duoga sherik bo'lamiz-da. Keyin siz borib maqtanasiz o'z tomondagilarga. Inshaalloh. To'g'rimi? Murodboni ham arvohlari shod bo'lsin. Doim duodamiz. Endi dorilar ichguncha duo qilib, zikr qilib, salovat aytib, Allohni qo'llab ichib shu yaxshi bo'laylik deb turibmiz-da shu. Ilohim. Yo, yaxshi, ko'z tegmasin, zo'rsiz. Haligi dard chekkan odam juda anaqa kayfiyati yo'q bo'lib, yuragi hech narsa qilmay o'tirasiz. Mana yaxshi-ku. Yaxshimi? Xudo xolasa yana bitta sayohatga olib chiqib ketsalar, yana ham zo'r. Bormi? Ha, mana bitta sayohat bor ekan yana. Nasib. Xudo xolasa yaxshi kayfiyatda borib kelasiz. Shifo bersin. O'zingizni ehtiyot qiling. Charchamanglar el xizmatda. Ilohim. Oilalaringiz baxtli, sog'-omon bo'linglar. Mana Durdona qizim ham baxtli bo'lsin, qo'sha qarisi, farzandlarini baxt iqbolini ko'rsin. Doim sizlar uchun duoda biza. Rahmat. Umringiz ziyoda bo'lsin, umringiz uzoq bo'lsin, farzandingiz rohatini ko'ring.